Tug'ruqdan keyingi qorinni ketkazishga nima maslahat berasiz deyishibdi. Kelinglar, o'zi asosan ayollarda qorin nima sababdan chiqadi, shuni man sizlarga tushuntiraman. Eng birinchi o'rinda nosog'lom ovqatlanish, haddan tashqari uglevod iste'mol qilish, ya'ni o'sha xamir ovqatlar, shirinliklar, pirojnilar va undan tashqari osh, bizning o'zimizni barcha ovqatlarimiz asosan uglevodga asoslangan. Shu ovqatlarni haddan tashqari kaloriyasi yuqoriligi uchun bizning tanamizda yog' yig'ilishi boshlaydi. Bu birinchi sababi edi. Ikkinchi sababi kam harakatlilik. Aynan kam harakatlilik sabab tanamizga bergan ovqatimizni energiyasini hammasini sarflay olmaymiz. Hammasini sarflamaganimizdan keyin tanamiz u energiyani axlat sifatida chiqarib tashlay olmaydi. U energiya qonimizda bor, glyukoza qonimizda turibdi. Nima qiladi tanamiz? Srazu aynan o'sha glyukozani bizning mushaklarimiz va jigarimizda glikogen shaklida saqlashni boshlaydi. Ya'ni bu zapas yog' hisoblanadi. Ya'ni harakat kamligi ham bizning zapas yog'larimiz yig'ilishiga, aynan qorin zonasida yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi esa uyqu yaxshi emasligi. Aynan hozirgi kunda haddan tashqari ko'p stress, uyqu yaxshi emasligi ham qorin, biqin zonalarimizda yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Chunki uyqu yaxshi bo'lmasa bizda stress gormoni, ya'ni o'sha kortizol gormoni oshadi. Aynan kortizol gormonimiz esa bizning qorin va biqinimizda yog' yig'ishga sababchi gormon hisoblanadi. Shu sabab aynan qorni bor ayollarga nimani maslahat beraman? Birinchi o'rinda balanslangan sog'lom ovqatlanish, ikkinchi o'rinda ko'proq harakatga e'tibor berish kerak bo'ladi. Uchinchisi esa albatta uyqu normalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ba'zi insonlar aytadi, masalan, men shundoq ham 7-8 soat uxlayman deydi. Xo'p, kechqurun nechida uxlaysiz desam, 1da uyquga yotaman deyshadi. Mana 1da uyquga yotib ertalab 9da uyg'onaman deyshadi. Bu xato. Uyquni soatidan ko'ra uyquni sifati muhim. Uyquni eng zo'r vaqti, boshlanish vaqti 22:00 23:00 oralig'ida bo'ladi. Xo'sh, u paytda uyqum kelmaydi, nima qilay deydiganlar uchun albatta uyquni yaxshilash uchun o'zining metodlari bor. Bu haqida keyingi videolarda hali yana tushuntiraman va bitta narsani aytib o'tib ketmoqchimanki, uyquni yaxshilash uchun albatta magniy qo'shimchalarini ham ichishingizni tavsiya qilaman.